do'stim, hamma yoq kapchonli baliq. Mayda baliqlar 5000 so'mdan kilosi. Mayda tastaloplar 10.000 so'm. 18 milligi 2,5-3 kilo. 19 milligi 3 kilo atrofi. 20 milligi 4 kilogacha. Cho'rtan baliq 1 kilosi 25.000 so'mdan. Mana shu tastaloplar 26.000 so'm. Sazanlar kilosi 30.000 so'm. Mana sazanning tiniqlari 50.000 so'm ekan. Shu suzaklar 65.000 so'mdan ekan. 5 kilo, 6 kiloliklari 70.000 so'm. Krasnoperkalar donasi 3.000 so'mdan. Mana tuzlangan krasnoperka 3.000. Buncha ko'p bilan turi. Mana o'sha leshlar 30.000 so'mdan. Kapchonlisi. Tuzlangan lesh 30.000 so'm. Shamay balig'i donasi 5.000 so'm. Mana bu jerix bo'ladi. Donasi 6.000 so'mdan. Tuzlangan chixon donasi nechi bo'lar aka? 5.000 so'mdan. Mana shu galini lesh 35.000 so'm. Kapchonli lasos 200.000 so'm. Mana bu lasos 120.000 so'm kilosi. Farel balig'i 120.000 so'm. Beluga balig'i 120.000 so'm. Tolstolov balig'i 25.000. Kichikrog'i 15.000 so'm. Mana shu qo'limdagi jerix 90.000. Baliq bozor 2 dan to kechki 11gacha ishlaydi. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha yana.